Eslaysanmi bu tuyg'uni? 25-may. Songi qo'ng'iroq. Sen noqulay kostyumda yoki oq fartukda turibsan, yelkangdan lenta osilgan, boshingda esa maktab yillari mo'jizaviy qoshigi yangraydi. Senga shunday tuyuladiki, mana u erkinlik. Senga aytishadi, oldingda barcha eshiklar ochiq. O'qituvchilar yig'laydi, ota-onalar faxrlanadi. Sen o'ylaysan, hayotga tayyormanmi? Shu 11 yil parta ortida o'tirgan 20 ming soat seni aqlli qildimi? Ammo oradan 5 yil, balki 10 yil o'tadi. Sen Pyotyorchka kassada navbatda turibsan, maoshgacha yana 3 kun bo'lgani uchun mayda-chuydani sanayapsan. Kommunal to'lov kvitansiyasiga qaraysan va satrlarning yarmisini tushunmaysan. Muvaffaqiyatli ko'rinish uchun telefonni kreditga olasan va bankka 2 barobarini qaytarasan. Va aynan shu paytda dahshatli anglash keladi, seni aldagan. Sen diskriminant topa olasan. Qaysi yilda Kulikov jangi bo'lganini eslaysan. Ammo sen mutlaqo, to'liq, umidsiz darajada savodsansan yagona fan bo'yicha, tirik qolishing bog'liq bo'lgan fan. Pul haqida. Maktab seni ideal ijrochiga aylantirdi. Qo'l ko'tarib hojatxonaga chiqishni o'rgatdi. Xato qilishdan qo'rqishni o'rgatdi. Ammo eng muhim narsani aytishni unutdi. Kapital qanday ishlaydi? Nega inflyatsiya? Bu qonuniy talonchilik ekanini va 30 yoshga kelib tizimning quliga aylanmaslikni. Mening ismim Invest Mushuk. Bu kanalda biz jadval bo'yicha berilgan uydirmalarni emas, haqiqiy ilmning granitini kemiramiz. Biz moliyaviy telbalik oqimidan pullaringni himoya qiladigan to'gon quramiz. Bugun men ta'lim tizimining eng katta yolg'onini tahlil qilaman. Raqamlar bilan ko'rsataman, nega a'lochilar ko'pincha 3 baholiklarga ishlaydi. Maktab sening dasturingga yuklagan 5 ta halokatli xatoni ko'rib chiqamiz va men senga ko'k dorini beraman, sendan yashirilgan kapital asoslarini. Bu video senga 11 yillik jamiyatshunoslikni almashtiradi. Qattiq bo'ladi. Lekin bu uyg'onishning yagona imkoniyati. Ketdik. Darrov folgadan yasalgan shapkani yechib qo'yaylik. Bu reptiliyalar fitnasi emas. Bu shunchaki davlatning biznes modeli. Oylab ko'r, hozirgi ko'rinishdagi ommaviy maktab qachon paydo bo'lgan? Industrializatsiya davrida. Zavodlarga ijodkorlar, investorlar yoki erkin fikrlovchilar emas, balki malakali vintiklar kerak edi. Instruksiyani o'qiy oladigan, detallarni sanay oladigan, soat 8 da qo'ng'iroqqa keladigan va 45 daqiqa jim o'tirib, ruxsat berilmaguncha turmaydigan odamlar. Zamonaviy ta'lim tizimining asoschilaridan biri John Rockefeller shunday degan: "Menga o'ylaydigan odamlar kerak emas, menga ishlaydigan odamlar kerak." Maktab bu zavodning demo versiyasi. Baholar bu maosh. O'qituvchi bu boshliq. Uy vazifasi bu ortiqcha ish. Qo'ng'iroq bu smena signali. Seni 11 yil davomida kambag'al bo'lishga o'rgatishdi. Senga singdirishdi, yaxshi o'qi, universitetga kir, barqaror ish top, pensiyaga chiq. Rejaga o'xshaydimi? Yo'q. Bu moliyaviy ozjoniga qasd qilish rejasi. Chunki bu tenglamada kapital degan o'zgaruvchi yo'q. Bu yerda faqat mehnat bor. Mehnat esa 21-asrda eng ko'p soliqqa tortiladigan va eng tez qadrsizlanadigan resurs. Sen paragraf yodlayotgan paytda boy oilalar farzandlariga butunlay boshqa narsani o'rgatishardi. Ular egalik qilishni o'rgatishardi. Aksiyalarga egalik qilishni, yerga egalik qilishni, boshqalarning vaqtiga egalik qilishni. Maktab seni o'z vaqtingni sotishga tayyorladi. Moliyaviy savodxonlik esa boshqalarning vaqtini sotib olishni o'rgatadi. Farqni his qilyapsanmi? Shuning uchun a'lochi vasiya barcha qoidalarni yodlab, 100 ming rublga dasturchi bo'lib ishlaydi va ishdan bo'shashdan qo'rqadi. 2 baholi Petiya esa vasiya ishlaydigan IT kompaniyaga egalik qiladi. Petiya fan o'rganmadi. Petiya soft skills, delegatsiya, muzokara va risk menejmentni o'rgandi. Maktab buni ko'chirish va beandishalik deb atadi. Hayot esa buni biznes deb ataydi. Maktabda matematikada shunaqa masalalar yechardik. Mashada 5 ta olma bor edi, 2 tasi Petiyaga berildi. Ammo haqiqiy hayot masalasini berishmadi. Mashada 100 ming rubl bor, matras ostida. Mamlakatda inflyatsiya 15%. Savol: agar Masha buvisining maslahatiga quloq solishda davom etsa, 5 yildan keyin kambag'al bo'ladimi? Bizga aytishardi, tiyin somni asraydi. Bu kambag'allar uchun eng katta yolg'on. Zamonaviy iqtisodda shunchaki jamgarib qo'yilgan tiyinning ozi olayapti. Pul bu muz. Uni qo'lingda ushlasang, u eriydi. Keling raqamlarga o'taylik. 2014-yilni tasavvur qil. Senda 1 million rubl bor. Sen unga yaxshi xorijiy mashina olishing mumkin edi. Sen jamgaraman deb uni yostiq ostiga qo'yding. 2026-yil keladi. Sen millionni chiqarasan. Qog'ozlar osha, lekin nimaga yetadi? Xavfsizlik yostiqchalarsiz Lada Granta yoki Michichidagi 20 kvadratli studiya uchun boshlang'ich badalga. Sening millioningni o'g'rilar o'g'irlamadi. Uni inflyatsiya o'g'irladi. O'qituvchilar jim bo'ladigan ko'rinmas soliq. Sen pul uchun ishlayotganingda, pul sen uchun ishlash kerak.
Va shu yerda biz Einstein aytgan 8-mo'jizaga, murakkab foizga kelamiz. Maktabda bizga eksponenta grafigini ko'rsatishgan, lekin hech kim aytmagan, bolalar, bu sizning boyligingiz grafigi. Ikki yigit bor, mushuk ishchi va mushuk dangasi. Mushuk ishchi 20 yoshida oyiga 5000 rubl investitsiya qila boshladi. U buni aksiyalar yoki obligatsiyalarga kamtarona 15% yillik bilan qildi. U buni 30 yoshgacha 10 yil davomida qildi, keyin to'xtadi va pulni shunchaki aylanishda qoldirdi. Mushuk dangasi esa yurar, dam olar edi va faqat 30 yoshida oyiga oshi 5000 rubldan yigishni boshladi va 60 yoshgacha butun 30 yil davomida qildi. Kim pensiyaga kelib boyroq bo'ladi? Sen deysan, albatta ikkinchisi. Xato. Birinchida 60 yoshga kelib 70 yoki 80 million rubl kapital bo'ladi. Ikkinchisida esa bir necha barobar kam. Nega? Chunki vaqt puldan muhimroq. Maktab sendan eng qimmat narsani o'g'irladi, vaqtni. Seni integral olishga o'rgatishayotgan paytda sen brokerlik hisobini ochishni o'rganishing kerak edi. Agar 10-sinfda mehnat darsi o'rniga murakkab foiz kalkulyatorni ko'rsatishganida, sen allaqachon millioner bo'larding. Rus tili darslarini esla, ot, sifat, fe'l, olimdek zerikarli. Pul tilida esa faqat 2 so'z bor. Ularni adashtirsang, sen bankrotsan. Bu so'zlar aktiv va passiv. Jamiyat senga teskari manzarani singdirdi. Senga aytishadi, kvartira sotib ol, bu aktiv. Mashina sotib ol, bu aktiv. Bu ochiqchasiga yolg'on. Robert Kiyosaki bo'yicha juda oddiy, aktiv, bu cho'ntagingga pul soladi. Passiv, cho'ntagingdan pul tortib oladi. Kreditga mashina olding. Bu aktivmi? Yo'q. Sen kredit to'laysan, sug'urta to'laysan, benzin, texnik xizmat, yuvish, bularning hammasi pul yutadi. Mashina har oy sendan pul sorib oladigan semiz passiv. Kvartira olib, unda yashaysan. Bu aktivmi? Yo'q. Kommunal to'lovlar, soliq, ta'mir, ipoteka, bular pul tortadi. Aktiv, bu ijaraga berilgan kvartira. Aktiv, bu dividend to'laydigan aksiyalar. Aktiv, bu ombor sifatida ijaraga berilgan garaj. Maktab ideal passiv iste'molchilarni tayyorlaydi. Universitet bitiruvchisini ko'r. Birinchi maosh. U investitsiya qiladimi? Yo'q. U iPhone'ni bo'lib oladi. Brend krossovkalar sotib oladi. Avtokredit oladi. U passivlar bilan qoplanadi, xuddi kemaning tubidagi chiganoqlar kabi. Va bu passivlar uni tubga tortadi. U boy ko'rinadi, lekin kambag'al. Boylik qancha sarflaganing emas. Boylik qancha qolib ishlayotgani. Maktab dasturi seni banklar uchun ideal mijoz qilishga mo'ljallangan. 30 yillik ipoteka, doimiy qarz, ishni yo'qotishdan qo'rquv. Chunki aktivlari bor odamni boshqarib bo'lmaydi. U boshliqni yuborib, Bali oroliga uchib ketishi mumkin. Bunday odamlar tizim uchun xavfli. Shuning uchun darsliklarda aktivlar haqida bir ogiz ham yo'q. Tarix darslarida bizga cherkov 10-ulushi haqida aytishardi. Kambag'al dehqonlar 10% berishardi. Qanday dahshat deyishardi. Endi esa 2026-yildagi o'zingning 10-ulushingni hisoblab ko'r. Maktab soliqlar haqida jim. Sen biladigan eng ko'pi 13% daromad soligi. Bu kam-ku, Yevropada 50% deysan. Tabriklayman, yana tuzoqqa tushding. Maoshingni yorib ko'raylik. Ish beruvchi senga 100 ming rubl ajratdi deylik. Sen 87 ming olaman deb o'ylaysan. Yo'q. Avval ish beruvchi senga pensiya, tibbiy sug'urta uchun yana 30% to'laydi. Ya'ni sen 87 ming olishing uchun kompaniya 130 yoki 140 ming sarflaydi. Keyin sendan 13% ushlab qolishadi. So'ng sen do'konga borasan. Har bir mahsulotda 20% qis bor. Benzinda aksizlar 70% gacha. Mulkiy soliq, transport soligi. Hammasini qo'shsak, sen daromadingning 50 yoki 60%ni tizimga berayotganing chiqadi. Nega bu haqida maktabda aytishmaydi? Chunki odamlar tushunsa, savol berishni boshlaydi. Tizimga esa sening moliyaviy korliging foydali. Xulosa, seni aldashdi. Lekin endi sen bilasan. Qo'ng'iroq endi yo'q. Har kun imtihon. Qoidalar. Avval og'zingga to'la. Aktiv sotib ol, ko'z qilishni emas. Har kuni o'rgan. Yomon kreditlarni hech qachon olma. Mas'uliyatni ol. Sen o'z hayotingning direktori, buxgalteri va investorisan. Men invest mushukman. Oson pul va'da qilmayman. Men tizimning ichki tomonini ko'rsataman. Ko'rishguncha.